uylar narxi borgan sari sekin-astalik bilan ko'tarilib bormoqda. Bu o'zimdan o'zim o'ylab chiqmayapman. Meni shu sohada ishlaganim, yillar davomida tajribamdan kelib chiqqan holatda shuni aytib o'tmoqchiman. Ayni shuni xonadonlarni ham biz oldin 70-71 ming, 72 ming sotardik. Hozirgi kunda esa mana shu xonadonlar yo'q-da variantli. Eng arzoni mana shunisi bo'lib turibdi. 9 etajli dom, ikkinchi etajda joylashgan. Eng zo'r etajlardan bittasi. Umumiy maydoni esa xonadonimizni 100 kvadrat metrda tashkil qiladi. Uluchunka planirovkali 4 xonali xonadonimiz. Buni periplanirovka qilib 5 xonali ham qilishingiz mumkin. Video davomida aytib o'taman. Mana bunimiz bitta xonamiz bor. Ko'rayotganingizdek, nari yog'imiz zal, bu yog'imiz spalni. Endi oshxonaga o'tamiz. Periplanirovka masalasiga kelamiz. Ya'ni mana oshxonani boshqacha qilishingiz mumkin. Qanaqa qilib? Mana bitta bir xil arka ochadi-da, mana shu yerdan bitta xonadon sotganimizda mana shu yerda. Mana bittadan bitta eshik ochadi. Chunki buni orqasida yana bitta balkon bor. O'sha balkonchikka oshxonani chiqarib, mana bitta ikkita foydalanish uchun xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yo'kida bitta qilib qo'yasiz, yo'kida ajratib ikkita qilib qo'ya olasiz. Endi esa darsga o'tiramiz. Eng yoqqan tarafi bu proyektdir. Ko'rasizlar, uzun koridor-ku, shu koridor bo'ylab xonalarga o'tiriladi. Endi bu yoqqa o'tganimizda bu yog'imiz mana detskiy xonasi, yo spalniy xonasi, o'zingiz foydalanishingizga qarab, bu yerda samozelli bo'ladi, tualet bilan vanna, ya'ni mana bu vannaga ham tualetni chiqarib qo'yib, mana bitta dushovoy qo'yib qo'ysangiz, mana bu koridoringiz yana ham kengayadi, juda qattiq hisoblanib qoladi. Bu yog'imizga o'tganimizda mana bitta xonamiz bor. Bu yerga yetayotgan oshxonani esa mana bittadan chiqarsangiz bo'ladi. Bu yoqdan eshik ochib qo'yib, mana bu oshxonani taxlasangiz bo'ladi. Xonadonimizning umumiy maydoni 100 kvadrat metr tashkil qiluvchi 9 etajli dom, ikkinchi qavatida joylashgan. Manziliga keladigan bo'lsa, 12-bekat metrosi, maktab, bog'cha, bozorchalarda hech qanday muammosi yo'q. Rivojlanib borayotgan rayonlardan bittasi bu massiv stроительda joylashgan hisoblanadi. Narxi esa $76 ming so'ralyapti. Yana joyida ozgina kelishiladigan joylar bor. E'tiboringiz uchun rahmat.